Oldinga ham necha yil bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yil, 4 yil bo'ldi. Istanbulga kelib $100 boshdan oyoq kiyinasan desa, 2 marta kiyinasan desa, ha derdim. Hozir shunaqa inflyatsiya, narxlar judayam o'zgarib ketgan Istanbulda. Buni olaylik. Qiziqlanamiz. Tabiiyki olaylik mana plash. Plash qancha narxi yo'q ekan buni hozir? Oddiy 399 TL. Dollarga hisoblash kerak bo'ldi. Oddiy mana bu futbolkalar 399. Olaylik 349 TL'dan boshlanar ekan. Oddiy futbolka 599 TL. Materialga yarasha. Triko 899. Bu hali endi hozir sezon emas, oddiy yozgi ko'pi yozgi kiyimlar. Olaylik mana hozirdan menga kerak bo'ladigan jiletkachalar. Jiletka skidka bilan qancha? 1300 TL. Olaylik mana shuncha narxlarda. Sumka 3000 TL. Mana shu sumka 3000 TL. Kichkinasi ham 3000. Voy Alloh subhanalloh. Mana shimlar 500 TL dan boshlanadi, lekin po faktu qancha? 800 TL. Har doimgidek odam ko'p, guju ko'chalarda buyuring deb turibdi. Xullas, o'ziga yarasha kolorit Istanbul. Endi bu yerga keladiganlar ham hamma har xil yerdan, ya'ni o'zini qarashlari bilan Istanbulni kashf qilishadi. Hammada har xil qarashlar. İstanbulda oddiy sredniy gipermarket, anaqa nima deydi, butikcha emas u, de facto set bor Turkiyada.